Aydi farzam men aytay tinglagin. Aydi farzam men aytay tinglagin. Ne desem men zarra shak keltirmagin. Avvalo men pok beozor edim. El ishiga doimo tayyor edim. Umr o'tkazdim halol mehnat bilan, yerni xursand ayladim san'at bilan. Ota-onam dillarin shod ayladim, ruhlarin har lahzada yod ayladim. Hech bir insonga xiyonat qilmadim, hech yomon ishlarga odat qilmadim. Doimo qildim baxillikdan hazar, yaxshilikni o'yladim shomu sahar. Menda hargiz yo'q edi kibr havo, shu sababdan bo'ldi yer mendan rizo. Xalq uchun har ishda qildim mardlik, qilmadim nokaslik va nomardlik. Menda hargiz yo'q edi kibr havo, shu sababdan bo'ldi el mendan rizo. To'g'ri yo'l birla kechirdim men hayot, yurti xalqim menga qildi iltifot. Shu sabablardan yotgan joyim fayzlik, qil amal bo'lsa agar senda bilik. Mana shunday degan so'zlar eshitganida siz Allohning rizoligini topib, doimo xalq uchun halol mehnat qilib dunyodan o'tgan ekansiz. Sizni jannatda yotganlaringizni ana shu qabringiz ustidagi yashnab turgan gullar, lolalar bildirib turgan ekan. Joyingiz jannatda bo'lsin, taningiz rohatda bo'lsin deya 2-3 qadam yurganlarda bir qirovsiz qolgan, ustidan tikanlar o'sib xarobaga aylanib cho'kib yotgan bir qabr ichidan, ey aziz inson, to'xtang, mening ham bir nafar arzizodam bor degan sado eshitilganida bu qabr ustiga kelib Allohga yig'lab turib so'rabdilarki, ey yaratgan Allohim, qaysi birimizning ota-onamiz yotibdilar? Bu qabr kimning qabri? Ne sababdan gul o'rniga tikanlar o'sib xarobaga aylanib cho'kib yotibdi deb so'raganlarida Allohning qudrati ila qabrdan shunday javoblar eshitilibdi. Bor edi sevgan qator farzandlarim, bor edi sevgan qator farzandlarim, ko'zlarimning nuri-yu dilbanlarim. Erkalatdim, mehribonlik ayladim, sizladim, shirin zabonlik ayladim. Bir sovuq shoboda ham ko'rmay ravo, bemor bo'lsa kulmayin izlab davo. O'stirardim ming mashaqqatlar bilan, umrim o'tdi malomatlar bilan. Goh ozg'in, gohi to'zg'in men o'zim, gohi ozg'in, gohi to'zg'in men o'zim. Yangi kiysin deb jigar bandu qo'zim. Goh puldor, goh bo'ldim qarzdor, yuz berardi turli tashvishlar qator. Voyaga yetguncha bu ko'z qoralar, qomatim ham bo'ldi 100 ming poralar. Qoldirarman deb ularga borom, men olib keldim dilimda qancha dog'.
qoldi unda naqshinkor koshonalar, qoldi yoru oshinam begonalar. Rizq uchun yolg'on yashil so'z ishlatib, ba'zida bir pul uchun boshim qotib, do'mbayib turgan bu tuproq ostida, men yotibdirman oyoqlar ostida. Kelmadi yillar qator farzandlarim, ko'zlarimning nuri dilbanlarim. Bu makonim ustiga bir yo'l qara, borma ayt hatto yog'ochdan panjara. Kelmadi yillar ko'zimning ravshani, ya'ni o'lib boqqan farzandlarim qani. Bu sado jondan kelir inson eshit. Bu sado jondan kelir inson eshit. Ey tirik yurgan tirik qadriga yet. Eslasin ruhim avlodim desan, o'tgan ajdodingni sen ham hurmat et. Men bu ma'noni 2006-yili Qurbon hayit namozi 10-yanvar kuniga to'g'ri keldi. Qish ayozli kun. Qor yog'ib turgan bir palla. Hayit namozidan bir kun oldin biz xizmat qilib turgan masjidga xabar bo'ldiki, ertaga hayit namozidan keyin ikkita janoza. Bir ayol, bir erkakning janozasi keladi. Izdihom katta bo'lgan hayit namozida hushyor bo'linglar. Janozani ado etganinglardan keyin qabristonga eltib qo'yasizlar degan bizga murojaat bo'ldi. Haqiqatan ham ertasi kuni hayit namozi ayoz